Tinchlikmi dadasi? Balkim yangi televizor olarmiz. Televizorimiz bor-ku. Xotin, yangi televizor. Konditsioner ham olamiz-o. Nima qo'shni? Tinchlikmi? Uyimiz ancha eskirib qoldi. Shunga ta'mirlab qo'yaylik. Ha, otangiz tirikligida qilib ketgan remont bilan shuncha yil yashadingiz-a? Qoyil. Biz ham konditsioner o'rnatdik. Bizda ham bor. Xotin, uyni remont qilamiz. Qaysi pulga? To'yga yiqqanimiz bor-ku, o'shanda ishlatib turamiz. Keyin pulni qayerdan topamiz to'yga? Qarz ko'taramiz. Ja, bo'lmasa kredit. Moro bo'lsin qo'shni. Rahmat. Uyingizdan tilla-pilla chiqdimi deyman? Nimaga unaqa deyapsiz? Ha bu shuncha narsa qaysi pulga kelyapti? Biron bir siri bo'lsa, ayting bizga ham. Bilasizmi? Bularning hech qaysiga pul sarf qilmadim. Vaqtida yemay ichmay farzandlarimni o'qitdim. Endi mevasini beryapti chog'i. Nima bo'lsa ham hammasini shular qilishyapti. Ola. Baribir aytgingiz kelmadi. Chiqaymiz anikiga ham. Dada, qachon iPhone berasiz?